Conditional formatting qanday vazifani bajaradi? Conditional formatting nima vazifasini bajarishdan oldin keling conditional formatting nima deganini tushunib chiqsak. Conditional formatting bu ingliz tilidan olingan bo'lib, shartli formatlash degan ma'noni bildiradi. Conditional formatting bu Microsoft Excel va boshqa Office dasturlarida joylashgan bo'ladi. Hujayralar ma'lumotni qarab avtomatik tarzda rang, shrift, belgilar yoki uslub qo'llash uchun bevosita yordam beruvchi uskuna hisoblanadi. Conditional formattingning asosiy vazifalari ma'lumotlarni ko'z ko'rinadigan tarzda ajratib berish. Misol uchun 100 dan katta qiymatlarni qizil rangda, 50 dan kichkina qiymatlarni bo'lsa, rasting yashil rangda ko'rsatishga harakat qiladi, ya'ni ko'rsatadi. Ma'lumotlarni tez tahlil qiladi. Qiymatlar ichidan minimum, maksimum va muayyan shartlarga mos bo'lgan katakchilarni darhol ajratib ko'rsatib beradi. Ma'lumotlardagi xatolar yoki tendensiyalarni topishga yordam beradi. Misol uchun, bo'sh kataklar yoki takroriy qiymatlarni rang bilan ajratishga juda ham katta yordam beradi. Grafik ko'rinishlari data bars, ya'ni chiziqlar, color cycles, ya'ni ranglar o'lchovlari, icon sets, belgilar to'plami orqali ma'lumotlarni grafik tarzda ko'rsatib beradi. Conditional formatting qayerda joylashgan? Excel dasturining home menyusidan Styles bo'limiga o'tishingiz orqali Conditional formatting tugmasini topishingiz mumkin va bosganingizda u ishlashni boshlaydi. Conditional formatting qanday ishlaydi? Tanlamoqchi bo'lgan kataklarni, ya'ni cellslarni belgilashingiz kerak. Katakchalarni belgilaganingizdan so'ng home menyusidan Conditional formatting bo'limiga o'tishingiz kerak va uni bosganingizdan keyin shartlarni tanlashingiz kerak. Misol uchun greater than kattaroq, less than kichikroq, duplicate values degani bir xil miqdorlarni qaytalanishi, ya'ni takrorlangan elementlarni ajratib berish kerak. Bu to'rtinchisi bo'lsa rang yoki formatlarni uslubini tanlash. Misol uchun agar qayta ishlatilgan bo'lsa, siz qaysi ranglarni belgilashingiz bilan bu narsa sizga ko'rsatib beradi. Natijalarni ko'rish, shartlarga mos kataklarni avtomatik ravishda formatlab beradi. Xulosa, conditional formatting bu ma'lumotlarni shart bo'yicha ajratishga yordam beradigan, vizual tahlil qilish va xatolarni tez topishga yordam beruvchi qulay vosita hisoblanadi.